O'rtoqlar, assalomu alaykum. Bu davlat o'zini eng shirin, eng mazali kofesi bilan mashhur. Bu davlat dunyodagi yagona davlat Amerika Qo'shma Shtatlari bilan urush qilib, bu urushda g'alaba qozongan. Bu davlat qaysi davlat deb o'ylaysizlarmi? Albatta, biz Vyetnamdamiz. Number 1. Wow. Woohoo! Xin chào. Vyetnamning aholisi o'rtoqlar 110 millionga yaqin va vyetnamliklar odatda ertalab soat 5 da uyg'onib, kun bo'yi ishlashadi. Juda ham qattiq va mehnatkash xalq bular. Lekin peshinda siesta degan narsa bor. Bular peshinda ovqat yegandan keyin albatta Vyetnamni hamma joyda ko'rishingiz mumkin. Taksi haydovchisi bo'ladimi yoki boshqa odam bo'ladimi, yotib 1-2 soat uxlab oladi albatta. Shunga Vyetnamga kelganinglarda sizlar ham siesta qilishni unutmanglar. Ho Chi Minh shahridamiz. Kafedral sabor bor. 1860-yillarda qurilgan. Ko'rishingiz mumkin, lekin hozir u rekonstruksiya arafasida ekan. Masalan, hozir bu kafedral saborni yon tomonidan ko'rsatmoqchiman. Bitta ko'ringlar. G'ishi rostdan ham rangini o'zgarmagan, g'ishi juda ham chiroyli. Mana shu bino kafedral sabor bo'ladi. Juda ham chiroyli. Endi Notre Dame de Parisga o'xshaydi deyshadi. Hozir bu yerda rekonstruksiya ishlari olib borilyapti, shunga yopiq. Bu Fransiya koloniyasidan qolgan eski bino, juda ham chiroyli. Ko'rishingiz mumkin. Kelaylik ichkarisiga kiraylik va eng qiziq faktlardan biri, bu pochta haligacha ishlaydi, haligacha faoliyat olib boradi. Hattoki urush paytida pochta ishlagan va xat yuborish mumkin. Ichini qaranglar, chiroyliligini. Umuman boshqacha stilda ichi. Vietnam Post, ya'ni Vietnam pochtasidan istalgan joyingizga xat yozib, xat yuborsangiz bo'ladi. Bu juda ham qiziq. Naryoqda eski soat va Ho Chi Minhni rasmi bo'ldi. Har xil suvenirlar, mixdan yasalgan, temirdan yasalgan chayon, mana bunaqa mototsikllar bor ekan. Bemalol sotib olib, uyga sovg'a tariqasida yaqiningizga sovg'a salom qilib olib ketsanglar bo'ladi. Bilamizki, Fransiya o'ziga Vyetnam, Laos va Kambodja Fransiyaga qaram bo'lgan va bu uchta davlat ham o'zida Fransiya arxitekturasini, har xil dizaynlarni saqlab qolishgan. Shunisi bilan menimcha bu joylar juda ham qiziq bo'ladi. O'rtoqlar, yana bitta juda ham qiziqarli narsaga ahamiyat berdim. Saigon Ho Chi Minh ko'chalari juda ham toza, juda sarishta, tozalikka juda ham bular rioya qilishar ekan. Ho Chi Minh Vyetnamning janubiy poytaxti, janubiy iqtisodiy poytaxti deyshadi. Bu yerda juda ham ko'p bizneslar, juda ham ko'p odamlar yashaydi va butun Vyetnamdan odamlar pul topish uchun shu yerga kelishadi. Vyetnamda mana bunaqa ayollar yurishadi. Xin chào. Shunaqa ayollar yurishadi va mana bunaqa kokos sotishadi. O'rtoqlar, bunaqa issiqda kokos juda ham zo'r ketadi, muzdekkina va tabiiy. Savdogarlar juda ham ko'p. Qaranglar, ayol kishi yelkasida bir tomonda iliq kokos, bitta tomonida sovuq kokosni ko'tarib savdo qilib yuribdi. Ko'chada bu ham bir biznesni bir xili. Xullas, hamma joyda bular mana bunaqa eshigini tagiga o'zini bayrog'ini osib qo'yishadi. Bilamizki, Vyetnam kommunistik davlat, Amerikani ustidan urushda g'alaba qozongan. O'rtoqlar, Ho Chi Minh shaharining eng katta savdo markazi Saigon Center. Agar Ho Chi Minhga kelsanglar, Saigon Centerga kelib shopping qilsanglar bo'ladi. Bizlarnikilar endi shoppingga yaxshi ko'rishadi-yu. O'rtoqlar, Saigonda eng mashhur konseptlardan biri, men hozirga bitta zo'r voqea va proyekt, mana qaranglar. Bu 10 etajli bino-da, 10 etajli bino va hech kimga kerak emas bo'lgan bino bo'lgan, tashlandiq bino bo'lgan va bular nima biznes qilishni bilmasdan bu yerda ilgari kvartiralar bo'lganda, kvartiralarning o'rniga bugungi kunda bu Saigonda faqat unikal shunaqa joy. Demak, bu yerda apartament kvartiralarning o'rniga o'rtoqlar kafelar qilib qo'yishganda juda zo'r. Ichida kirishinglar bilan lift bor, liftda pulli, liftda tepaga chiqsanglar bo'ladi yoki peshkom oyoqda zinadan tekinga chiqsanglar bo'ladi. Shunaqa gaplar. O'rtoqlar, kechqurungi Ho Chi Minh juda ham go'zal. Kunduz kuni bu yer issiq.
va kechqurun juda ham havo zo'r bo'ladi. Ho-Chi-Minh shahri ilgari Saygon deb nomlangan va 1975-yilda urush bo'lgan. Vyetnamning shimoli bilan janubi bilan urush bo'lgan. Ho-Chi-Minh shimolda bo'lgan va bu shaharning nomi Saygon bo'lgan. Shimol yutgandan keyin Saygon nomini Ho-Chi-Minh nomiga o'zgartirishgan va eng qizig'i bugungi kunda Ho-Chi-Minh shahrida 9 millionga odam yashaydi. 9 million odam bo'lishiga qaramasdan nechta odam bu yerda motobayki bor? O'ylab ko'ringlar. To'g'ri javob esa bu yerda 9 millionta odamdan 7,5-8 millionta motobayk bor. Wow! Qiz bolani qo'lida mana bittani qaranglar. Wow! Kechqurun kelib uydagilar bilan, bolajonlar bilan aylansanglar naryoqda u avtobusda yurishda turistik ishnaxalarga chiqib maza qilib aylansanglar bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Keyin o'rtoqlar, Ho-Chi-Minh shahri uchun necha kun kerak deb savol bersanglar, aylanish uchun 3 kun yetadi. 3 kundan ko'p, menimcha 3 kun ichida hamma qiziqarli joylari o'sha muzeylar, nimalar qolgan hamma joylarni ko'rsanglar bo'ladi. Yana bitta qiziq ma'lumot, Ho-Chi-Minhda va umuman Vyetnamda pul birligi dong deyiladi, Vyetnam dongi. Bu eng katta kupyurasi 500 ming dong, puli plastikdan qilingan va pulda shu Ho-Chi-Minh rasmi chizilgan va orqada Vyetnamning uylari. Shunga Vyetnamga kelganingizda pul masalasini bilganingiz yaxshi. O'rtoqlar, biz Da Nang shahriga yetib keldik. Da Nang shahrining tungi bozoridamiz. Hozir bilasizlarmi, o'zi Janubiy Sharqiy Osiyoda tungi bozorlar hammasi bir xil, lekin ba'zi paytlar sal farqi bo'lishi mumkin. Lekin bilmadim, mana bitta akam rassom ekanlar. Bunaqa rasmni chizar ekanlar. Vyetnamda o'zi shunaqa rassomlar juda ham ko'p. Suvenir, mana bunaqa vyetnamskiy shapkalar bor va Vyetnam bilamizdagi kiyim-kechak bo'yicha juda ham rivojlangan, ko'p kiyim-kechaklar ishlab chiqariladi bu yerda. Oddiy tungi bozor. Har bitta davlatda Janubiy Sharqiy Osiyoning davlatining tungi bozori qanaqa bo'lsa, bu yerda ham xuddi shunaqa tungi bozor. Hech qanaqa farqi yo'q. O'sha bunaqa arzon original bo'lmagan achkili. Endi rost aytsam, Vyetnamning tungi bozorlari o'rtoqlar sal qiziqroq. Tailand tungi bozorlaridan yoki Filippinni yoki boshqa davlatlarni bu yerda chunki qo'lda yasalgan qiziq narsalar bor. Mana Vyetnamning eski puli ekan o'rtoqlar, qaranglar qanaqa chiroyli yo'lbars. Vyetnam futbolkalari bor ekan. Bizlarga katta brendlar ham, Adidas, Nike'lar ham hammasi Vyetnamda chiqadi. Va bu yerda asosiysi tungi bozorlar. Da Nangda shu har xil kiyim-kechaklar, o'yinchoqlar, suvenirlar ekan. Va Vyetnamda bilamizki, eng zo'r narsa bu albatta kofe. Kim kofeni yaxshi ko'rsa, albatta Vyetnamga kelib ko'ringlar. Bozori qiziq ekan. Vyetnamning tungi bozori menga rost aytsam yoqdi. Da Nang shahrining eng mashhur joylaridan biri shaharning o'zini bu mana shu ko'prik Ajdarho ko'prigi deyiladi. Kelsanglar albatta shu ko'prikka kelinglar. Juda ham chiroyli ko'prik. Mana Ajdarhoning og'zidan olov chiqadi har shanba-yakshanba kunlari va bu ko'prikning uzunligi 666 metr va eni esa 38 metrga teng. 2009-yilda qurilgan ekan. Umuman Vyetnam dizayn bo'yicha uchinchi davlatlarga dars o'rgatadi desam xato bo'lmagan bo'ladi. Vyetnamda juda ham ko'p joylari juda ham chiroyli dizaynda ishlangan va did bilan qilingan. Va umuman Da Nang shahri juda ham chiroyli. Menga juda yoqadigan shahar. Vyetnamning shahari. Singapur haqida videomni ko'rgan bo'lsa, hozir biladi nima haqida gap ketayotganini. Ko'rmaganlar bo'lsa, Singapur haqidagi video mana sulka bo'yicha chiqadi, ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu joy nimani eslatyapti sizlarga, qaranglar. Ajdarxon og'zidan suv oqyapti, suv chiqib turibdi va hamma odam shu ajdarxon oldiga borib, og'zini ochib rasmga tushadi. Xuddi ajdarxodan suv ularning og'ziga tushayotgandek. Singapurda xuddi shunaqa bor, Merlion deyiladi.
baliq sherga aylangan va sherni og'zidan suv chiqib turadi. Bu yerda ajdarhodan suv chiqib turibdi. Qiziq a? O'rtoqlar, biz Bana Hillsga keldik. Danangni timsoli bo'lgan. Bana Hillsga kelsanglar, albatta vaqtliroq kelinglar. Ertalabdan avtobusni ko'rishingiz mumkin. Avtobus to'la. Biz ham chiqib hozir o'tirishga harakat qilamiz. Bana Hill bu misoli xuddi Disneylanddagi развлекательный joy, dam oladigan joy. Hozir kirib, birga sizlar bilan aylanamiz. O'ylaymanki, sizlarga yoqadi. Turistlar bo'lmaydi bu yerda, vohli ertalab kelsanglar. Hozir esa afsus, odamlardan sho'rva bo'lib yotibdi bu yerda. Biletlarimizni ko'rsatib, tepaga chiqamiz, tog' ustiga chiqamiz xolos. O'rtoqlar, Bana Hillsga kelganingizda mana bunaqa kanat yo'ldan tepaga chiqasiz, tog' ustiga, chunki butun kompleks tog' ustida joylashgan. 1,5 metr masofada Bana Hillga chiqish uchun juda ham chiroyli kirurishdan o'tib, mana bunaqa cable carga chiqamiz hozir. O'rtoqlar, mana bunaqa kanatli darogaga, kanat osma yo'liga chiqib oldik. Manzaraning chiroyliligini qaranglar. O'rtoqlar, eng qizig'i, agar shu kanatli darogadan Bana Hillga chiqayotganingizda yo'ldan juda ham chiroyli daraxtlar, o'rmon, junglilarni ko'rasizlar, pasiylarda sharsharalarni va bitta shu sharsharalarni ko'rish uchun, tabiatni ko'rish uchun bu yoqqa kelish arziydi, lekin bu bilan faqat kifoyalanib qolmaymiz, faqat sharsharalar yoki tog'lar yoki chiroyli daraxtlar emas, biz eng chiroyli parklardan biriga ketamiz hozir borib. Bunda mezda qilib aylanamiz. Bunda ichiga kirib ketamiz. Jungli o'rmonlari. Xullas, mana bunaqa cable carda tepaliga chiqib oldik. O'rtoqlar, Bana Hillsning kanatli darogasi 5 kilometrdan oshib 1,5 metr tepaligiga va 5 kilometr uzunligiga osma kanatli daroga qurish. Dahshat. Bana Hills mana bunaqa kompleks xuddi Disneylanddagi boshlanadi. Bu yerda kelib, mazza qilib aylansanglar bo'ladi, ko'rsanglar bo'ladi. 150, you got 2 games. Toshkent Loto lotereyasi 100 so'm stavkada 600 so'm yutuq deydi. You get 1 ton. Mana o'yinchoni yutib olish uchun different game. o'yin boshlandi. Okay, let's go. Okay, let's go, sir. Oh. Let's go, sir. Yes! Good! Good. Ayyo. Ay! Toshkent Loto lotereyasini o'ynab ko'ramiz, qarang. Ayyo, hit the side. Oh! Yes, sir. O'xshamayapti-yu. Okay, let's go. Don't worry. This one? Yeah, this one game for you. Okay. Come on! Mana lucky ball, yana bitta chekingga berdi. Agar o'xshasa bitta yutib olamiz. Yoshlikni eslab bir o'ynab ko'rdik biz. Xullas, o'rtoqlar, men ham yoshlikni eslab tok mashinaga chiqishga qaror qildim. Mazza qilib aylanamiz. Mazza, yoshligiga chiqib qolgandek ekan o'rtoqlar, mazza, umuman boshqacha hissiyotlar. Shunaqa mazza qilib tasvirlab bo'lmaydigan yoshligimga chiqib qolganimdek ekan. Mana bunaqa tok mashinalarda mazza qilib uchtanglar bo'ladi. 300 tekin kirurish biletinglar bo'lsa bo'ldi. Bemalol kelib tekinga uchtanglar bo'ladi. O'rtoqlar, 1,5 metr tepalikda, tog'da, junglining orasida shunaqa mo'jiza odam quradi deb umuman ishonish juda ham qiyin. Chiroyliligini qaranglar. Bu meni akam Joshqin abi, say hello. Assalomu alaykum. Birga sayohat qilamiz. Xullas, o'rtoqlar, bu yerda shunaqa festival bo'lyapti, qaranglar, gitaristlar. Muzika juda ham baland, lekin ishoninglar, nastroyeniylar bo'lmasa, xafa bo'lib yurgan bo'lsanglar, bu yoqqa kelsanglar, nastroyeniylar, kayfiyatinglar aniq
100 emas, 1000 bo'ladi. Juda ham zo'r atmosfera. Bu Bana Hillsni Sunworld'ning markazi, mana shunaqa qizil gul bor va odamlarning ko'pligini ko'rsanglar bo'ladi. Qadimgi bir 18-17 asr Yevropaga tushib qolgandagi odam. Sunworld'da birinchi etajlari restoran, hammasi do'konlar va ikkinchi qavatlari, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi tepadagi qavatlar mehmonxona. Ya'ni bu yoqqa kelib 1-2 kun, 3 kun qolishinglar mumkin, yotib qolib o'zingizlar aylansanglar ham bo'ladi ertalab vaqtli turib. O'rtoqlar va keyin bu yoqqa kelganinglarda bu yerda ovqatli bileti bor, ovqatli bilet sotib olsanglar bo'ladi, lekin bunaqa bilet sotib olishni tavsiya qilmayman. Nimaga desanglar, bu yerda ovqatlanadigan joylar juda ham ko'p, har xil ovqatlar bor, har xil restoranlar bor, xilma-xil o'shalarda ovqatlansanglar bo'ladi. O'rtoqlar, mana bunaqa kichkina mashinkalar Alpine Coaster deyiladi. Bana Hillsda bor, kelib uchsanglar bo'ladi. Uchish narxi arzon, to'g'rimi $5. Xullas, hozir uchib ko'ramiz biz ham. Tayyor bo'lsanglar ketdik. Mazza asablaringizda ham olar ekan. Adrenalin. Bulutlarning orasiga chiqib ketamiz. Ciao. That's okay, coming time. Yes. Can we go 3 people, please? Okay. Thank you. Shopper hammasi yaxshi bo'ladimi? Albatta, qo'rqmanglar. Hammasi meni nazoratim ostida. Bulutlarning ichiga kirib ketyapmiz. Mana buni qaranglar. Bilasizlar, mana bu joyi tilladan qilingan ko'prik. Juda ham chiroyli. Ko'prikni qaranglar. O'rtoqlar, yuringlar, shu tilla ko'prikka chiqdik. Hozir bir aylanib ko'ramiz birga. Va hozir chetga o'tib bitta dronni uchirib ko'raman. Agar o'xshasa, ancha o'xshasa kerak, kichkina urushmasa kerak. Hozir bu yerda dronni uchish mumkin emas, lekin bulutlarni qaranglar. Chiroyliligini qaranglar. Wow. Maşallah. Juda chiroyli. Qaranglar. Bulut deb yog'i. Tamam, qo'l. O'rtoqlar, 2 yil oldin men Vyetnamga aylanib chiqqanimda bu kofe butun umrga esimda qolgan. Hayvan Pass degan joydamiz. Mana bunaqa joy tog'ning ustidamiz. Natural Pier degan joyda. Hello, mana bunaqa har xil suvenirlar sotiladi, bilasizlar. I come here your shop 2 years ago. I try coconut coffee. 2 coconut. Ngon quá trời, vô tiếp theo đi nữa. Qua shop còn bị lẹ một cố. Yeah, I come back to your shop after 2 years. Dung map otlari ekan, Yuton kafe, hayvanga kelasizlar. Muzlatilgan kokosli kofesi bor. Ice coconut coffee deyiladi. Kafe oddiy, juda ham kichkina, hech narsa yo'q. Hozir kofeni kutib turamiz. Kofe chiqqanda sizlarga kofeni ko'rsataman. O'rtoqlar, bizani kokos, mani kokosvoy kofem tayyor bo'ldi, muzdek. Narxi $30,000, $1. Ishoninglar, eng zo'r kofe. 2 yil davomida, 2 yildan keyin keldim desam, keyin xursand bo'ldilar. Kofe hozir sizlar bilan tatib ko'ramiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Number 1.
birinchini o'radim kofe mana shu kofe. Ishoninglar. Ichida anu kokosli pechenkalari bor buni. Muzli kofe. Kokos bilan kofening aralashmasi. Ishoninglar, sizlar uchun ham ishonma, lekin kelganingizda o'zingizlar albatta shu joyga kelib ichib ko'ringlar. Agar bu yoqqa kelsanglar, Danangda bo'lib, tig'roq kiyininglar, muzlab qolmanglar. Orqadagi fonni qaranglar, chiroyliligini, tog'i tepasida bulut. Yoqadi degan umiddaman. Vau. Mana manzarani qaranglar. O'rtoqlar, manzarani qaranglar. Xudojonning mo'jizasi bu. Shunaqa joy bor ekan. Mana kuchuvchi o'tiribdi. Sizga bo'lar. Vazir. Bu yerda Vyetnamning bayrog'i. Bitta bloger akamizga video qilyaptilar xuddi bizdagi. Bu joyning nomi Hai Ben Pass deyiladi. Военный baza bo'lgan, post bo'lgan ilgari qirollik paytida sayohat qilsanglar shu joyga kelinglar, sizlarga juda yoqadi. Ishoninglar, kun botishiga kelsanglar undan ham zo'r bo'ladi. Dronni uchdim, hozir drondan eng zo'r kadrlar bo'ladi. Tayyormisizlar? Ketdik. O'rtoqlar, bugun biza Lady Buddha degan joyga keldik, kompleksga va Vyetnamda umuman din masalasi juda ham qiziq. Bu kommunistik davlat bo'lishiga qaramay, buddizm bu yerda juda ham keng tarqalgan. Nimaga unaqa? Chunki bu yerga buddizm Janubiy Sharqiy Osiyoga qanaqa kirib kelgan bo'lsa, Hindiston orqali xuddi shunaqa Vyetnamga ham kirib kelgan. Bu esa pagoda ekan. Lady Buddhaning oldida qurilgan, juda ham chiroyli. Ajoyib dizaynda qurilgan pagoda. Xullas, vyetnamliklar har bitta proyektni, har bitta qurilishni nima qilishdan qat'iy nazar juda ham chiroyli qilishadi, juda ham sifatli qilishadi. Har bitta xramda Buddani haykallari bo'ladi. Agar buddizmga tegishli bo'lsa, naryoqda Lady Buddha turibdi, ana ko'rasam. Bu yerdan manzarani ochilishini ko'rsanglar bo'ladi. Manzara juda ham chiroyli. Wow. Butun Danang shaharga juda ham chiroyli manzara ochiladi. Wow. Bu yerda esa o'rtada yotgan Buddha ko'rishimiz mumkin. Buddha o'ng tomonda yotdi va o'ng qo'li nimasida, boshida. Chunki buddizmda o'ng tomonda uxlash to'g'ri hisoblanadi. Biz esa hozir bitta dronda uchib ko'ramiz. Qani, qanaqa chiqargan ko'ramiz. Lady Buddha deganga kelyapmiz. Ayol buddasi qo'lini mana qilib turadi va bir qo'lida suv, o'sha qiyinchilik suvi deyiladi va ikkinchi qo'lida garmoniyada turgani bildiradi. Qanaqadir tutun hidi kelyapti, bir narsani yoqishyapti shekilli. Ish qilib odam yoqishmayotgan bo'lsa bo'ldi. Buddizmda va boshqa hinduizm dinlarida o'lgan odamni ko'mishmaydi-da, yoqib yuborishadi shundoq. Lady Buddhaning oldiga kelyapmiz. Mana bu daraxtni qaranglar endi, juda ham chiroyli. Wow. Mashalloh, daraxtlar go'zal babram. Daraxtlar ham bu tirik jonivor bilan ham jonini ortish mumkin emas. Qanaqa go'zal daraxtlar ekilgan, qanaqa sarishta, qanaqa chiroyli qilinganligini. Lotuslar ham ekilgan ekan, ko'ringlar. Qanaqa chiroyli. Wow. Mana Lady Buddha tepasiga chiqmayman, chunki hozir dronda uchamiz. Drondagi kadr mana hozir bo'ladi sizlarda.
o'rtoqlar, Lady Buddhani orqasida qaranglar qanaqa chiroyli ibodatxona, xitoycha ibodatxona bor ekan. Ko'pchilik Vyetnamga Phuket oroliga kelishadi, bir hafta, 2 hafta Phuketda dam olib ketishadi va boshqa hech qanaqa qiziqarli joylarga borishmaydi. Endi nimaga? Chunki ko'pchilik oddiy tur sotib olib, tur bilan sayohat qilishadi, lekin men bitta narsadan juda ham xursand bo'ldim, o'rtoqlar. Instagramda bitta bola yozyapti, ismi Qudratilla, juda ham zo'r bola, juda ham tarbiyali, juda ham muomalasi zo'r. Azamat aka, sizni videongizni ko'rdim, Filippin haqida, hozir Filippindaman deb yozdi. Mana qanaqa qilsam bo'ladi deb bir ikkita savollar berdi. Rost aytsam, ichimdan xursand bo'ldim, chunki Qudratilla birinchi bo'lib shu videolardan ta'sirlanib ko'rib, demak, yoqqan video. Shunga Qudratillaga salom. Umuman boshqa dunyo juda ham chiroyli joyga, Danang shahrining oldidagi joyga ketamiz. Videoni o'tkazib yubormaylar, u joy aniq sizlarga yoqadi. O'rtoqlar, Coconut Boat Trip deyiladi. Danangning oldida savatga o'xshaydigan qayiqlarda daryo bo'ylab sayohat qilsanglar bo'ladi. Mana bunaqa telpa berishadi. Bunaqa telpani kiyib olganingiz yaxshi, lekin qanaqa kiyishni bilmayman men. Mana bunaqa sizlarni qayiqda aylantirishadi. Coconut Boat bular savatchaga o'xshagan. Bilamizki, Vyetnam Fransiyaning mustamlakasi bo'lgan, koloniyasi bo'lgan va fransuzlar Vyetnamga kelganda juda ham katta soliqlar qo'yib qo'yishadi. Baliq tutish daryoda, dengizda juda ham qiyin bo'ladi, chunki soliqlar juda ham baland bo'ladi. Qayiqda chiqish uchun hattoki 50% gacha soliq bo'ladi. Shuni yo'lini aylanib o'tish uchun vyetnamliklar savatchalarni o'ylab topishadi. Bu savatchalar Coconut Boat bambukdan yasalgan va shunaqa Coconut Boatlarda mana ko'rishingiz mumkin. Baliqchilar o'g'ga chiqishgan, baliqchilar o'g'ga chiqib baliq tutib kelishgan va fransuzlarga bir tiyin ham soliq to'lashmagan. Tasavvur qilinglar, qanaqa ishlagan. Fransuzlar bilan qayiq ko'rsa, vyetnamliklar bu qayiq emas, bu oddiygina savat. Savat uchun biz soliq to'lamaymiz deyishgan. O'rtoqlar, xullas, o'zingiz sutsanglar ham bo'ladi, so'rasanglar berishadi. Narxiga keladigan bo'lsa, kishi boshidan $10 250 ming Vyetnam dongi kirishi va 40 minut sizlarni daryo bo'ylab aylantiradi. Bu yerda qanaqadir ham shou bo'ladi deyishdi. Biz bilmaymiz endi. Bilmaganimni bilmayman deyman, borib shu shovni ko'ramiz. Mana bunaqa shou qilsanglar bo'ladi. Mana bunaqa blogerlar, YouTube'lar. Hello. Where are you from? Japan. Oh, very beautiful country. Yaponiyalik qizchalar ekan. O'rtoqlar, qaranglar, juda qiziq. Kokosovый nimalarda katta kolonka qo'yib qo'yishgan, akkumulyator ham bo'lsa kerak. Raqslarga tushib aylansanglar bo'ladi. O'rtoqlar, biza Xo'yan shahriga keldik. Xo'yan Danangdan uzoq emas masofada joylashgan, lekin juda ham chiroyli shahar va bu 16-17-asrlarda hozirgi xuddi Dubaydagi ilgari buyuk Ipak yo'li bo'lgan. Agar bilsanglar, albatta bilamiz. Buxoro, Samarqand shunaqa buyuk shaharlar bo'lgan va shu shaharlarda juda ham savdo ko'p bo'lgan. Xo'yan xuddi shunaqa buyuk Ipak yo'li, faqat dengiz orqali joylashgan. Ya'ni Xo'yanda savdogarlar Yaponiyadan, Hindistondan, Xitoydan, hatto Yevropadan kelib bu yerda yashab savdo qilishgan. Odam juda ko'p. Xo'yan juda ham qadimgi shahar va Vyetnamning Venetsiyasi deyshadi. Yana bu shaharni chunki
Nimaga unaqa desanglar? Mana bunaqa chiroyli kemachalarda kechqurun mana shu lampalarni yoqib qo'yishadi. Ko'rasizlarmi, lampalar bor. Va shu lampalarni yoqib butun daryo bo'yicha aylanib yurishadi. Juda ham chiroyli. Xo'yan shahrida hamma uylar sariq rangga bo'yalgan. Vyetnamning madaniyatida, Vyetnamning urf-odatida sariq rang bu boylik, barqarorlik va omad rangi hisoblanadi. Mana bu uy sariq. Yo'lning narigi betidagi bu uy ham sariq. Madaniyatida boylik, omad olib keladigan sariq rang va asosiy narsa issiqligini kunduz kuni juda issiq bo'lganda sariq rang issiqligini qaytarar ekan va sariq rangli binolar boshqa rangli binolarga qaraganda sal salqinroq bo'lar ekan. Ko'rasizlarmi, bunaqa har xil rangli lampalar bor. Bular har xil materialdan qilingan lampalar, lekin plastik ishlatilmagan materialdan qilingan lampalar. Sariq, qizil, oq va yana mana bunaqa apelsin rangida bo'lgan, bir necha xil rangda bo'lgan. Bu lampalar misol uchun agar bu yerda hindistonlik yashasa, hindistonlik o'zini rangini qilib qo'yishgan. Endi qaysi rang bo'lganini bilmayman, lekin xitoyliklarda sariq bo'lgan, yaponlarda qizil bo'lgan, yevropaliklarda oq rang bo'lgan menimcha. Vyetnamning savdo shahri. Savdo sotiq bo'lgan 16-17 asrlarda bu yerda savdo juda ham rivojlangan va bugungi kunda bu Vyetnamning eng eski, eng qadimgi va eng chiroyli shaharlaridan biri hisoblanadi. Ko'prik haqida sal ma'lumot beraman sizlarga o'rtoqlar. Buni yaponlar qurgan, yapon stilida va eng qizig'i yaponlar o'ylaydiki, yaponlarda shunaqa bir gap bor. Ana nima deydi, eskicha gap, bu ko'prik ilgari katta dengizni tubida katta baliq yashagan ekanda, u balig'i boshi Hindistonda bo'lib, dumi Yaponiyada bo'lgan. Lekin badani mana shu ko'prikning tagida bo'lgan ekan. Endi bilmayman, bu yerda bir ariq, balkim betlar suv bo'lgan, qachondir ham ko'p va bu ko'prik o'sha balig'i badanini ushab tinchlantirib turadigan ko'prik ekan. Agar unaqa tinchlantirmasa, u balig'i butun yerda yer qimillaydi ekan. Bu Yaponiya bir afsonasi. Ishonish yoki ishonmaslik har bitta o'zimizning ishimizni. Aravachalarga chiqib olsanglar bo'ladi. Aravachalarda sizlarni aylantirishadi. 50 ming, 100 ming dong bersanglar, butun Xo'yan eski shaharini ko'rsatishadi. Bular ham bir davlat ishchisiga o'xshashadi. Ana nima deydi, ko'ylaklarda, uniformalarda, ya'ni hamma istagan ko'ylagini kiyib olmagan. Endi Vyetnam kommunistik davlat, bu yerda hamma narsa juda ham nima deydi, qonun doirasida bo'lishi kerak. Hammasi juda ham strogi. Bu qadimgi shahar tun tushish bilan juda ham go'zal bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Qanaqa chiroyli binolari va lampalari hamma joyda. Xo'yan shahri o'zini lampalari bilan juda ham mashhur. Ana qayiqlarida ham lampalar. Bir yilda Xo'yan shahriga 4 dan 5 milliongacha turist kelar ekan bugungi kunda. Bir yilda Luboy Toshkent rayonidan bir 5-10 barobar kichkina shaharcha, bu juda kichkina shaharcha, bir uzog'i borsa 10-15 ta ko'chasi bor. Biz esa Xo'yanning eng mashhur tungi bozor ko'chasiga keldik. Ko'prikdan o'tib bu yerda Xo'yan timsoli va umuman Vyetnamning timsollaridan biri mana bunaqa chiroyli lampalar bor. Qaranglar, qanaqa chiroyli bu lampalar. Wow! $2 ga mana shu lampalarning ichida rasmga tushsangiz bo'ladi. Kelsangiz Instagramni portlatib yuboradigan rasm chiqishi mumkin. O'rtoqlar, bozor lekin zo'r. Bu Xo'yan bozorini tungi bozorda xohlagan narsalarni sotib olsanglar bo'ladi. Xohlagan suvenirlar juda ham ko'p. Hello. How are you? Yeah. How are you today? Thank you so much. Good. Ishoninglar, Xo'yan tungi bozori juda ham chiroyli. Qiziq. $2 ekan pancake, xuddi Tailand bilan narxi bir xil. Mana bunaqa bananoviy pancake qilib berishadi, belenchik deymiz. Akam to'xtamasdan ishlayaptilar, gap bo'lishi mumkin emas. Mehnat tegi rohat. Mehnat qilmagan rohat ko'rmaydi. Danang shahrining eng mashhur plaji, qirg'og'i bu Danang Beach deyiladi. Uzunligi 30 kilometr va
oppoq qumdan iborat juda ham chiroyli dengiz bu yerda va hamma Danangga kelgan odam Danangni Miami yoki Amerikaning eng zo'r plyajlari bilan, eng zo'r nabережный liniyalari bilan solishtirishadi. Ertalabdan odamlar plyajda mazza qilib cho'milishyapti va agar siz Danangda bo'lsangiz, albatta ertalab voqli soat 6-7 larda plyajga chiqib ko'ring. Vyetnamliklarni qanaqa sportni yaxshi ko'rishini ko'rasiz. Yani hammasi xursand, hammasi zo'r. Yes. Yeah, thank you. YouTuber. Odamlari juda ham xushmuomala. Plyajni qaranglar, chiroyliligini o'rtoqlar. Plyajni oldida juda ham ko'p kokos daraxtlari ekilgan. Butun nabережный bo'yicha, ya'ni butun mana shu 30 kilometrlik plyaj yo'lida mana shunaqa kokos daraxtlari ekilgan. Yana bitta juda ham muhim narsa bu plyajda ko'pchilik kurortlarda bu narsa yo'q. Har bitta joyda hojatxona tekin va hojatxonaga xohlasangiz kirasiz, xohlasangiz dushga kirib cho'milsangiz bo'ladi. Juda ham qulay bu. Chunki hattoki Puketda bunaqa shart-sharoitlar ba'zi joylarda yo'q. Ertalablari ozgina vaqt ajratib kelib shu yerda sport bilan shug'ullanib yoki dam olib, cho'milib, plyajda mazza qilib, qorayib ketsanglar bo'ladi. Juda ham zo'r, sizlarga albatta yoqadi. Danang plyajı ishoninglar, xuddi Amerikaning bir eng zo'r kurortlariga tushib qolgandek bo'lasizlar. Ho Chi Minh aeroportida Vyetnam haqidagi birinchi videomizni o'z nihoyasiga yetdi o'rtoqlar. Oxirigacha ko'rganingiz uchun katta rahmat. Like bosish va yaqinlarga yuborish esingizdan chiqmasin, chunki bu video va YouTube algoritmlariga juda ham yordam beradi video tepaga chiqishiga. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha xayr endi. Mehmonlar kutar bizni.